Handaqda Amr ibn Hudning ismini eshitib, bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi uning 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilich ushlagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor? 60 yillik. U qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvatni cho'qqisi deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud. Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib men chiqaman dedi. Rasululloh, "Ey Ali, bu Amr ibn Hud o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Hud yana masxara qilishni boshladi. Ichinglarda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat o'sha qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'ngga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Talib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkazib qo'ydi. Bu yoqda Amr ibn Hud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi payg'ambarimiz so'radi, 3-marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu. 26-27 kirgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Hud dedi. Amr ibn Hud bo'lsa ham dedi. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, chiqdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Bugun Amr ibn Hud o'lish kerak. Ali roziyallohu anhudan yoshroq odam chiqsa o'ldiradi. Rasululloh ruxsat berdi, Ali ibn Abi Talib oldiga bordi. Amr otning ustida turgan edi. Ali esa piyoda. Yana qaytarib aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglarni qaraymizmi? Xulofoi Roshidinlarning davrida bo'lgan jangga qaraymizmi? Birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng kelmaydi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib turdi. U tanimadi. Kimsan dedi? Ali dedi. Ali ibn Muaviyamisan? Yo'q, Ali ibn Abi Talibman dedi. Endi Abu Talibning hurmati baland, Alining otasi, Qurayshning sayyidi bo'lgan arablar taniydi uni. Amr aytdiki, "Ey, sen Abu Talib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt, sendan yoshi ulug'roqni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda" dedi. Ali aytdi, "Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlar ekansan" dedi. "Ha, men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan" dedi. Amr aytdi, "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi. Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. "Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim" dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketadi jang maydonida. Odamlar, "Bu yosh bola chiqib turib urush men bilan" dedi. Amr otidan tushdi-da, qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyoda tursa otda turishini o'ziga or deb bildi. "Ey birodarim o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi, "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman" dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang, bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Hudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib, qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqon yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turtida Amr ibn Hudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotgani ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushriklar ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Hudni yer ishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Hud bilan birga o'tganlar Amirni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib olishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da, sakrayotgan paytda oti bilan Xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib Xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. Otam Xandaq kunida Nafar ibn Muaviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashlaganini ko'rdim dedi. Shundan keyin hech kim Xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar
Payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishini jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deydi. Chunki bu ikkalasining hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham, nahnu qawmun la na'kulu thamanal mauta. Biz o'liklarning pulini yeydigan qavm emasmiz dedi-da, ruxsat berishni olib ketishdi. Mana shu muborazadan keyin Arabiston yarim orolida kimdir Ali haqida gapirmoqchi bo'lsa, Ali deb gapirishmas edi. Amr ibn Vudni o'ldirgan kishi deb gapirishadi. Avval odamlar Amr ibn Vudni atini eshitib qo'rqsa, endi Alini eshitib jang maydonida qo'rqish olgan bo'lib qoldi.